Ontologiya: borliq, yo'qlik, mavjudlik va reallik. 105-guruh talabasi Davlat va Zarina. Ontologiya atamasi falsafaning ko'plab sohalari va turli yo'nalishlarida bor. Ular orasida borliq to'g'risidagi fan ontologiya muhim o'rin egallaydi. Ontologiyaning predmeti borliqni tashkil etadi. Uning mazmuni borliq va yo'qlik, me'yor va sifat, miqdor va o'lchov, makon va zamon, harakat va o'zgarish kabi tushunchalarni yoritadi. Borliq tushunchasi. Faylasufalar qadim zamonlardan buyon borliq va yo'qlik haqida bahs yuritishadi. Ular borliqning vujudga kelishi, mohiyati, xususiyatlari va shakllari haqida ko'plab asarlar yozishgan. Yer yuzidagi mintaqalarning farq qilishi, fasllarning almashinuvi ana shu sistema harakati bilan bog'langandir. Quyosh va uning atrofida harakatlanuvchi sayyoralar, ularning yo'ldoshlari, asteroidlar, meteoritlar, kometalar va kichik planetalar birgalikda Quyosh sistemasini tashkil etadi. Quyoshdan eng uzoqda joylashgan planeta Pluton uning atrofini 247,5 yilda bir marta to'liq aylanib chiqadi. Ya'ni Yer yili 365 kunga teng bo'lsa, Pluton yili 247 ta Yer yiliga tengdir. Quyosh sistemasi millionlab yulduzlarni o'z ichiga oluvchi galaktika, ya'ni somon yo'li tarkibiga kiradi. Uning diametri 94,6 million yorug'lik yiliga tengdir. Keyingi sistema galaktikalarning mahalliy to'pi. Unga 2 ta gipergalaktika va 27 ta mitti galaktikalar kiradi. Majmuada 500 tagacha galaktika bo'lib, uning diametri 5 megaparseq. Harakat borliqning atributlari ichida uning asosiy mavjudlik usulini ifoda etuvchi xususiyati harakat hisoblanadi. Chunki borliq harakatsiz o'zining strukturaviy yaxlitligini saqlay olmaydi. Sabab va oqibat. Narsa va hodisalarning ichki birligi, yaxlitligi, tarixiy tadrijiy rivojlanish tamoyiliga ko'ra ularning mazmuni va shakli o'zgarib turadi. O'z navbatida har qanday sistemaning elementlari o'rtasidagi strukturaviy bog'lanish konkret mazmunga ega bo'lib, unga mos mazmunlarda o'z ifodasini topadi. Zamonaviy falsafa imkoniyat va voqelikni ilmiy tushuntirib, bu kategoriyalar dunyodagi aloqadorlik va rivojlanishning muhim xususiyat tomonlarini ifodalaydi. Olamdagi narsalarning bir shakldan ikkinchi shaklga o'tish taraqqiyotini oddiydan murakkabga qarab yo'nalishini, eskilik bilan yangilik o'rtasidagi qarama-qarshi munosabatlarni bildiradi.
deb hisoblaydi.